Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Alloh qayrli fondini qo'llab kelayotganlar. Birodarlar, bugun yana bitta ehsonimizni aytmoqchiman. Bu ehsonimiz o'rnak bo'lishligi uchun aytyapman. Birodarlar, ularimiz 6 ta semyaga shunaqa qilib ehson qilishdi mana. Maşallah. İftorlik paketlari ketyapti mana. Albatta har birida shahriylari, tuxumlari bilan, nonlari bilan, jizzalari bilan inshaalloh. Alloh taolo bularning ehsonini qabul qilsin. So'rangan narsalari aka, iltimos musofirda yurgan, o'qishda o'qiyotgan, ishlayotgan aka-ukalarga duo qilib berishsin deyishdi. Duo qilib qo'yasizlar. Hurmatli birodarlar, biz o'zi aslida bu hozirgi ehsonlarimizni iftorga yetkazib bermoqchi edik. Hammasini tayyorlagan joyimizda bir birodarimiz hamma oilada baribir iftorlik bo'ladi, saharlikda hech kim bilmaydi qanday bo'lishligini deganligi sababidan atang sal kechroq tarqatamiz, unda saharlik qilishadi degan maqsadda hozir ehson tarqatyapmiz. Musofirda yurgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Omonatlarimizni o'z egalariga yetkazishlik maqsadida kech bo'lishiga qaramasdan o'z egalariga olib ketyapmiz inshaalloh. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo jannat bilan siylasin. Har bir oilaga, ehson berayotgan oilaga, ehson bera olmasa bizni fondimizni duo qilib turgan oilalarga Alloh taolo o'zi nurini tushirsin. Bo'lib ham mana bu Ramazon oyida Alloh taolo ko'plagan mukofotlarni bersin. Shu ehson bergan ukalarimizdan, akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. İnşallah bizi ham duo qilib turasizlar. Doim jonimiz omon bo'lsa, el xizmatidamiz. Qo'limizdan kelganicha elga xizmat qilishlikka tayyormiz. Albatta biz qanchalagan video chiqargan bo'lsak, sizlarning duoinglar bilan, sizlarning qilgan ehsoninglar bilan, sizlarning qilgan yordaminglar bilan muhtoj oilalarni xursand qilishlikka sababchi bo'lyapmiz. Alloh rozi bo'lsin yana bir bor hammangizdan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.